O'tgan yilgi bir voqea esimga tushib qoldi. Bir qarindoshimiz bir sabab bo'ldida bansiga davolanishga yotib qoldi. Bansida operatsiya bo'ldi. Operatsiya bo'lib yana shu bansida bir 5-6 kun, 10 kunlar yotib qoldi. O'sha yerdagi bir shifokor, oliy ma'lumotli shifokor, ancha yillik tajribasi bor shifokor itni go'shtini olib kelsin deb boyagi bemorga aytibdi. Bizning qarindoshimiz bemorga aytibdi. Itni go'shti sen aniga kasalingga davo debdi. Itni go'shtini nimaga bo'lmasam islom dinida man qilib qo'yilgan, harom qilib qo'yilgan. Agar insonni salomatligiga foydali bo'lsa, nimaga bo'lsa uni halol qilib qo'ygan? Halol qilib qo'yish kerak-ku itni go'shtini, to'g'rimi? Insonni nima deydi, bir sog'lig'iga shifo bo'ladigan bo'lsa.